Nega Barselona futbolchilari qo'llariga bandaj bo'laydi? Lamin Yamal ham bandaj bilan yuradi. Rafinha, Lewandowski xuddi shunday. Hatto Frenkie de Jong va Gavi ham bu ro'yxatda. Pau Victor ham maydonga bandaj bilan chiqadi. Shu qadar ko'p futbolchi nega buni odatga aylantirdi? Eng mashhur misol Karim Benzema. U haqiqatdan ham barmog'idan jarohat olgan edi. Ammo Barsada vaziyat boshqacha. Bu yigitlarda jarohat yo'q. Birinchi taymda bandaj bilan o'ynashadi, ikkinchisiga esa olib tashlashadi. Bu esa muxlislarda savol uyg'otadi. Ayrimlar ular shu yerga o'sish garmoni ukol qiladi deyishadi. Lekin klubning tibbiy shtabi buni rad etadi. Haqiqatda esa hammasi oddiy. Odatda futbolchi jarohat oladi, bandaj bilan o'ynaydi va yaxshi natija ko'rsatadi. Shundan keyin u bandajni olib tashlashni istamaydi. Mavsum oxirigacha shu tarzda o'ynaydi. Boshqa futbolchilar ham uning izidan yurib, bandajni omad ramzi deb qabul qilishadi. Vaqt o'tib, qo'ldagi bandaj omad keltiruvchi ritualga aylanib ketdi.